Marketing sferasida yuradigan ko'pchilik bu podkastni ko'rgan bo'lishligi kerak. Men to'g'risi mantiq ko'rmayapti. Ha. Rosti. Menda ham shu fikrda, agar brend qilishda mantiq ko'rmayapti. Menda ham shu fikr. Agar travma bo'lmasa, pul yetarli bo'lsa, nima keragi bor shaxsiy brend? Ushbu savolga o'zimni shaxsiy javobimni bermoqchiman. Agarda sizni fikringiz jamiyatda o'rinli deb biladigan bo'lsangiz, o'zingiz fikringizni o'rinli deb biladigan bo'lsangiz, demak siz shaxsiy brend qilishligingiz shart desa ham bo'ladi. Sababi hozirgi vaqtda jamiyat uchun fikri noo'rin bo'lgan insonlar chiqib odamlarni turli xil tarafga yo'naltiryapti. Bu nima degani? Oddiy yoshlarni, hozirgi vaqtda o'sib borayotgan yoshlarga boshqa narsalarni tushuntiryapti. O'zi va ijtimoiy tarmoqqa o'zini bog'lab qo'yapti yoshlarni. Bu narsaga jim qarab turib bo'lmaydi. Sizni fikringiz, sizni qarashlaringiz o'rinlimi? Jamiyat uchun foydasi tegadimi? Demak, siz shaxsiy brend qilishingiz kerak. Nima sababdan Jahongir Ortiqxo'jayev, Alisher Isayevlar shaxsiy brendini qiladi? Ularni ko'rgan inson biznesga bo'lgan qiziqishi ortadi. Biznesdagi muammolarga demak yechim topsa bo'lar ekan. Bular ham osmondan tushib qolmagan ekan, noldan ko'tarilgan ekan degan narsalarni odamlarga tushuntirishlik uchun ham bu insonlar shaxsiy brend qilishligi kerak deb o'ylayman. Shu sababdan ham shaxsiy brend qilishlikda faqatgina moddiy manfaat yotmasligi kerak. Orqasida ma'naviy insonlarga foydasi tegadigan manfaat ham yotish kerak deb o'ylayman. Moddiy manfaat taraflarga qaraydigan bo'lsak ham biznesmen uchun doim nimadir kam bo'lishligi kerak. Shunda u biznesmen doimiy tarzda o'sib boradi. Demak, men mana bu darajaga yetib qoldim, bo'ldi, endi menga hammasi yetarli degan biznesmen o'sha joyda pastga qarab cho'kishni boshlaydi. Shu sababdan ham shaxsiy brend doimiy sizni o'sishingizga, sizlar rivojlanishingizga hissa qo'shadigan bitta katta instrument.